Lekin bu Şinxoydagi ham qanday bir pulimiz deyman. Oh my god! Wow! Ey, buni yaxshi desa qat'iy bo'lmoqda. Nima ish qilsiz bersak bo'lmaydi Eminjon. Balla degan o'g'iniz qilib berib turib aran to'g'an vaqtda er degan balaning bayramiga qarang. Mani birib qilsak ko'nglim anchmunch xo'sh bo'lsa, o'g'iniz qizg'iliq yuqori ko'tarish bo'lmamda. Basa qo'buldi. Lekin bu Şinxoydagi ham qanday bir pulimiz deyman. Voy Eminjon. Men buni qachon hamma balalarga birimiz dedim. Buni faqat mushu bizniki Umid iqtidorlik muzokaraxonamizdagi o'quvchilarga birimiz dedim. Disuzumam deyman, men de hammasini bir qanchamiz aytman mardligimda. Ey, ma'lumlar bu narsa birimizmi, bememizmi zodi? Voy buni birimiz deb shon tayyorlagan sovg'atlar bu. O nima bu? Bizning buning ichida balalarniki daftar, qalam, hamda bizniki mushundaq choy qutisi degandek har xil ko'ngil sovg'atlarimizning hammasi bor. Ne çıkarttın baldi? Ehli iftarlık muzakirxana deb devat qilishlar ya. Sizlar qanday özellikli var işte bir ikram aldı. Devatmaymiz mı? Evet vallahi bayram ki. Hoş atanlar bayram olsun. Ma'qul. Amsa sizga tushuntirib o'taylikmi? Ma'qul. Bu yer bo'lsa bizniki ota-onalarniki mashada bizdan maslahat so'raydigan, hamda bolalarni kashvaqligi saqlab turgan o'rnimiz. Bizning bu yerda hamma asnalarimiz to'liq. Mashada bolalarniki qaynoq suv, choy, u bu degandek hamma narsalar bor. Ma'u nima ish qanaqlar? Bu bizniki o'qituvchilarniki ham shu har kuni bolalar kelishdan burun 2 soat kelib, bolalarniki darsiga oldinla tayyorlab qo'ygan maxsus ishxonamiz. Mana shu Eminjon bolamning o'yinchiga oltin ko'rib, o'zingizning to'g'rilik vaqti esingiz keshdimi? Kechdi. Biz to'g'ritirdim, shundaq jo'z baldan o'ltirib o'g'inish qilatdik. Eminjon bolam haqiqatan shu vaqt o'xshabdi. Va nemisini o'tkazdim. Bu sinf bo'lsa bizniki to'g'ritir bolalarniki hamda san'at o'quvchilarimizniki maxsus o'g'inish qilgan muzokaraxona sinfimiz. O'quvchi, o'g'il o'quvchilar fatib san'at o'quvchi degan qanaqa o'quvchan. Endi men bunu tushuntirib bersam, san'at o'quvchi deganda nurg'unliq ota-onalar tushunmaydi, endi bizniki unda tushirmaydi. Lekin buningki endi odatdagi bolalar bilan bo'lgan farqi bo'lsa, odatdagi oliy maktab imtihon bergan bolalar 7 fandan imtihon berdi. San'at maktabdagi o'quvchilar bo'lsa, bular faqat shu yuvan, jingjimash 3 fandan imtihon berdi. Lekin bizning 90 oyimizda bundaq muzokara ularga ayrim holatda yetakchilik qilgan sinfimiz intayin az, asosiyatdan yo'q deyarli. Bularni ota-onalar uqmay, bolalarni nurg'unligan pul tashlab, mana shu Aqsu, Shahri degandek nurg'unligan cho'ng shaharlarga borib o'qitib berdi. Yani isatda şu pulni nurg'unlagan pullarni israf qiladi. Bo'lsa, ota-onalar bundan keyin foydalanib qilib, bu shu 90 oyimizdagi Umid iqtidorlik muzokaraxonamizga akab bersanglar bo'ldi bolalarni. Demak, mushahadalar hamda shu ishlarni qilamiz degan gap. Qilamiz. To'g'ri, hamda san'at bolalarga ayrim holatda yetakchilik qilib, shularniki o'rganish unumini cho'qim ko'ngildagidek holatda yuqori ko'taramiz. Eminjon bolam, oldin qatim faoliyat bormi yo to'xtatdingmi buni? Bor. Bizniki jiqiydi, azaymaydi faoliyatlar. Yo'q, bolalarni maktabga berib uyga olib qo'ydigan. Topshiriqlarni ko'paytirib, haqsiz besbirdigan. O'qish qurollari birdigan, ishlar bormaz. Bor, hammasi bor. Ko'rib turganingizdek, biz bu yerni unchalar hasamat qilib bezvatmadik. Biz bu yerga asos jihatdan karton rasmlar, ahliya so'zlar, ham shundoq oliy bilim yurtlaridagi rasmlarni chaplash orqali bolalarningki o'rganishga bo'lgan qiziqligini texnik yuqori ko'tarishni asos qildik. Bundan sirt bizningki shu muzokaraxonamizda yaxshi bo'lgan oliy maktabdan tutilgan o'qituvchilarimiz intayin ko'p. Ular bolalarningki kunda maktabdan topshirgan topshiriqlarni to'g'ri ishlash, ham shundaqla oldinla o'tilmoqchi bo'lgan darslarni shularga takror qilish, hamda bolalarningki mavsumlik imtihonlarga bo'lgan yaxshi savollarni tepib, bolalarningki o'rganish natijasini texnik yuqori ko'tarishga kafolatlik qilamiz. Muzokaraxonamizda bolalarningki o'rganish natijasini yuqori ko'tarish bilan birga, bolalarningki o'rganishga bo'lgan qiziqligini yuqori ko'tarishga intayin bek ahamiyat beramiz. Biz bolalarniki har xil yet bayramlarda, ham shundaqla bolalarniki har xil o'rganish natijasi yuqori ko'tarilgan vaqtda ularni ilhomlantirish uchun ularga bo'lgan ko'ngil sog'imizni hargiz ulardan ayab qo'ymaymiz. Almira, biz bayam hammadan muhim ishni unutmaymiz. Voy yaraz, bizning bu yerda to'g'ri bolalarga darsni takrorlab qilishdan siri, ularningki ota-onalarniki ham boshida intayin qadriyotgan bolalarniki orzu to'ldirish masalasini hal qilamiz. Orzu to'ldirishni qilisizlar. Bunun qilmaymiz. Ham bir ixlam devatmaymiz, masalan, qanday qilisizlar? Şinjan isida 5 tal, Ishkirda 6 tal joyi peshinchi bilan hamkorlashdik menimcha. Bu bolalar intan epogandan keyin nomer chiqqandan keyin bizning o'zimizning shu yuki bor-ku, shu nomer chiqqandan keyin qamakdan yoqtirdi, shuni chiqirdi. Shuning qarta biz bolaning yoqtirishi qarta maktabni tanlab nomer qarta ashta qilib beramiz. Navada bolalarning tanlagan maktabi o'tamay qolsa, bu ag'a bu pulni qaytarib. Demakchi, orzungizni qilib bersizlar. Hamkorlashgan Ishkirda Shinjan olsun maktablar bor. Agar chaqiriq kelmay qolsa, to'liq qaytariladi. To'liq qaytardi. O'tgansa, ikkinchi qavat bizniki o'qiydigan bala o'qiydigan sinflar bor. 8 sinf bor. Har bir sinfda ham 3 tadagi
20-30 balını bir sınıf ekip koymadık. Hemiz Arif 10 taldan kalıp atıldı bir sınıfqa. 10 taldan malımga bir tal malım qalaydı. Nechinchilikdan nechinchilikcha bolalarni elvatsizlar bu kursga. Bu kursuma ta benden başlap, kovsangicha hemizini alımıyız. Andan keyin bayram deyishdi qo'yalik sen şavşan deb. Onun ayrım sınıf bayramı. Ayrim sinfda siqib qo'ydinglar. Onun ba. Bola tushib ketdimi endi? Tef tuş ketmedi. Elvatsizlar. Yana asaq oldu. Hamsa shu tizimda numarangizni qoldirib. Telefon numaramiz 138 99 27 28 82. Mush numar telefon qilsa, inshaalloh aloqalashalaymiz degan gapman. Kurs tizimdigan yoki bolalari arzu to'ldirishni qildigan. Sen şavşın, balları kurpağa atanla hemse Allah'las buldu degan gapman. Alaqas bo'ldi. Hemse şurak vesikoplab taqdiqlar. Men Muzagirxondan men shu arzu to'ldirishni qilganligini hozircha bilmayotganman. Bugun kelmagan bo'lsam, buni kim bilmasganman shunami? Bizning aytimiz emas. Bu shu balalarım arzu to'ldirib yaxshi maktabga o'tsin, dashoning yaxshi o'qisin degan ota-onalar, pasanglar Temashxonayimizdan o'zizlar kasbashgan arzu to'ldirish o'rni bor ekan. Agar chaqiriq kelmasa, pul qatti olmaydi. Andikan mushu Muzagirxonga balalarimni olib bersam bo'ldi. O sharoit yaxshi ekan to'q, ishonchlik ekan to'q degan ota-onalar olib pasanglar. Hamsa Eminjon malim bilan aloqalasanglar bo'ladi, bir tajriba berib qo'yinglar. Ko'plab taqib qo'yinglar. Mushu yaxshi bir ishdan shanqarki, mushuning ehtiyoji bor ota-onalar pasab foydalanib qolsin. Eminjon malim, Almira malim. Maş kursunun adresini zat uqtirib lambatimiz maş ota-onalarga bir aniq bir deb atmaymizmi bugun? Kursning adresi men matrafdagi xalq bog'chi bor. Xalq bog'sining Uddul tarafida. Ha bu Ümit AI ahli iqtidorxona. Mana ha. Mushu davlat bigining qarshilib qarsanglar bir. Mana yo'g'on sugat taraf va oyat uzum bor. Hozir oldini yeshi qilib chesta qilib qo'yibdi. Kesh vaqt qilsanglar ota-onalar bir yerda o'tirib saqlasanglar bo'ldi ekan. Mana ahli iqtidorlik Muzagirxonasi Kesh bozorining ishiga 91 numar taraf bilan kirib, mush beshik chiqirgan chaqda o'ng tarafga qarsang turishlar mash do'q mushkul joylashgan yachu ha. Qarashlarimiz ko'rsatgan ukam. Davlat bek ko'rinib turdi ko'rdinglarmi? Shuningki ma qarshi tarafida. Baqlamsa ota-onalar bo'lsam apilimga yurak besib qo'yinglar. Saqlab olinglar lekin boshqalar bir yo'llab qo'yinglar, foydalanib qolsin. Baqlamsa sizlarni mana shunga aytayimizki, Ümit ahli iqtidorlik Muzagirxon saqlaymiz. Kelishni, masala so'rashni unutmanglar. Xayr xo'sh.